Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyimizni başlayımız. Leksiyada size gacırızı. Bugün 6. ayga 11, 6. ayının 12. günü de Singapur'da Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump bilen Çavuşan'ın rəhbəri Kim Jong-un oturuşdu resmi söhbət başlandı. Bütün dünya göz tikib oturdu. Bu söhbətin nəticəsiga belki Prezident Trumpça yaxşı nəticəyə erişib bütün dünya tiləkdaşlıq qılıb oturdu. Biz hem muvaffaqiyet dileymiz. Prezident Trump efendi bakatım ki söhbəti qalbi qilishingizga Allah'ın tiləkdaşlıq bildirişini dileyimiz Prezident Trump efendi. Bunun da iki mesele. Birinci Şarkı Şimali Asya'nın tinchliği, Çavuşan yerim aralığını yadrosuzlaştırış, Çavuşan operasyası. Şundaqla bu yığın, bu söhbətinin ahırı 1940 yıllar, 20 yılların 40 yıllardaki Irak Şərq siyaseti. Irak Şərq stratejisiga berib taqalamdı yok. Elbette biz Uygurlar bundaq bo'lishini ümit qilamiz, arzu qilamiz. Çünkü Amerika'nın dağdar siyasiyonu, Amerika parlamentinin sabık başlığı Gingrich efendi, Prezident Trump'ın suistimalcılık felsefesi, yani pragmatizmini tanıştırgan çağda şundaq dedi ki, Cungo ile Amerika oturusundaki 84 yıllık tarih ağdırılış gerek. Yani 84 yıllık tarihinin betleri eçilişi gerek dep görsət. Şundaq. Biz bu qatımkı söhbəti Prezident Trump'ın qalbi qilishini şundaqlı Çavuşan meselesiga ait, Tayvan meselesiga ait, Yaponiya meselesiga ait, Mongoliya ve Manjuriya meselesiga ait ve Uyguristan'da kurulgan devlet ve munqariz qılıngan devlet meselesiga ait Irak Şərq siyaseti, 1940 yıllardaki Irak Şərq siyasetinin bu qaytadan varaqlanışını ümit qilamiz Prezidentimiz Trump efendi. Sizge bu söhbətdə qalbi tileyimiz. Bugün 11. saat Washington vakti, kez saat 9'larda başlanırsa, bu Singapur vakti, ettigen saat 9 buludu. Sizge muvaffaqiyet tileyimiz, hürmetli Prezidentimiz Trump efendi. Endilikdeki mavzu yani bir vatandaşlığı hoş haber. Ve hazır bütün Cungo kuruqluğunu zil selib atkan bir iş. Hazır Cungo'da 30 milyonga yakın, yaki 30 milyon qara maşini şoförleri naydı dağdığılık, naydı zor külemlik iş taşlaş namayişini başladı. Bunun akıbetiga to'xtalaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Endilikli bugünkü leksiyalarimizning mavzuni mundaq. Jarayoni bilan tanishinglar hurmatli vatandoshlar. 30 milyon qara mashina şoförleri zo'r ko'lamda ish tashladi. Nemishqa shuncha tezlik bilan ko'lam hosil qila oladi? Vaziyatning kelgusi taraqqiyoti qanday bo'ladi? Mavzuluq Tor filmi 6. ayının 10. günü YouTube e'lon qilindi. Tor filmning avtori Apollo Tori. Mazmun tushundirishi mundaq. Benzin yoki may bahosi o'rlab ketdi. Yo'l asrash puli o'rlab ketdi. Qatnash soqchi qonun organlari ixtiyoriy jarimani qo'yishga boshladi. Qavatma-qavat eksploatatsiya, memleket bo'yicha qara mashina şoförleri keng ko'lamda namoyish qo'zg'adi Jungo'da. Memleket bo'yicha 30 milyon qara mashina şoförleri 6. ayının 10. günü memleket bo'yicha ish tashlashga murojaat qildi. Yani bir mavzu. 6. ayının 10. günü qara mashina şoförleri ish tashildi. Bütün memleketinin her qaysi joylarda, her qaysi qatlam, her qaysi sahalada Grejdalar bu namoyish, bu qarshilik ko'rsatish harakatiga qanday moslashish kerak? Mavzuluq Tor filmi 9. ayının 10. günü, 6. ayının 10. günü YouTube e'lon qilindi. Abduraliyevning 6. ayının 10. günü yana bir mavzu. Bütün memleket bo'yicha qara mashina şoförlerining ish tashlaganligini qo'llaymiz. Mavzuluq Tor film 6. ayının 10. günü YouTube e'lon qilindi. Abduraliyevning Mazmuni mundaq.
memleket karakterlik, teşkillik, siyasi hakimiyetke tehdit payda kılgıcı köç. 5. ayının 1. günü kran maşini şoförleri birinci qatimliq ish tashlashidan keyin yana bir qatam Jungoda yuz bergan mamlakatlik ish tashlash. May benzin bahası o'rlab ketdi. Qara jamiyatlashgan qatnash soqchilari tash yo'l bo'ylab ekspluatatsiya, mal qachalash manbalarini monopol qilib olish va hokazo. Şoförlarning hayat ko'chirish mumkinligi bo'lmadi. Qolmadi. Sabr taqat tugadi. Bular ish tashladi, namoyish qildi. Yana bir mavzu. Zarba beradigan daqiqalar yetib keldi. Zarba beradigan daqiqalar yetib keldi. Çingdao yig'inida o'tkazilayotgan nozuk bir daqiqa ichida mamlakat bo'yicha 30 million qora mashina shofiri zo'r ko'lamda ish tashladi. Dairlar qandaq bir taraf qildi? Qani qarab baqayli. Mavzuliq to'g'ri filmi 6 ayning 10 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Aptore Jungoni kuzatish. Yana bir mavzu. Qara mashina şoförleri zo'r ko'lamda ish tashlash boshladi. Ta'minlash liniyalari uzilib qoldi. Jamiyatda davolg'osh paydo qilamdi, ya'ni Jungo jamiyatida davolg'osh paydo qilamdi. Namoyishchilar yo'qolsin Kompartiya deb shior tovladi. Mavzuliq to'g'ri filmi 6 ayning 10 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Jungoda yana bir mavzu. Jungoda bir necha million qora mashina shoförlari ish tashladi. Jungo jamiyatiga intayin zo'r ta'sir ko'rsatdi. Mavzuliq to'g'ri filmi 6 ayning 10 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Aptori Zoom. Yana bir mavzu. Ningbo shahrida bir necha 10 minglagan qora mashina shoförlari ish tashladi. Quruqliq, naqliyot ishlari to'xtadi. Mavzuliq to'g'ri filmi 6 ayning 11 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Aptori NTD Chinese News. Qara mashina shoförlari yana bir mavzu. Qara mashina shoförlari zo'r ko'lamli ish tashlab, yo'qolsin Kompartiya deb shior tovladi. Xalq huquqini qo'g'dash harakati hamda siyosiy yuksaklikka ko'tarildi. Mavzuli xabar 6 ayning 10 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Aptore 0 daqiqalar. Qiziq nuqta. Yana bir mavzu. Yo'qolsin Kompartiya. Qara mashina shoförlari do'stlar Vagan Jay ittifoqi tashkilotini qurib chiqdi. Kishilar tamchi bo'lib zo'r namoyishga qo'shildi. Mavzuli xabar, ya'ni to'g'ri filmi 6 ayning 11 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Aptore Apillo to'rbiti. Mazmuni mundaq. May benzin bahosining o'rlab ketishiga norozilik, doirlarning ekspluatatsiyasiga qarshi turish, mamlakatning har qaysi joylarida mashina egillari, shoförlar haftaning 1 kuni, 10 kuni, ya'ni 10 kuni belgilangan muddatda qara mashina shoförlarining mamlakatlik ish tashlashini tashkilladi. Sabr taqat chekiga yetdi. Chekinadigan yo'l qolmadi. Yerlik qara mashina shoförlari Vagan Jay ittifoqi tashkilotini qurib chiqib, bola bayroq ko'tarib, lozung ko'tarib, yo'qolsin Kompartiya dedi. Endiki yana bir mavzu, hurmatli vatandoshlarim. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti huquq berish qonun loyihasida Tayvanni qo'llaydigan moddalar o'ttiriga chiqdi. Mavzuli xabar 6 ayning 7 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti haftaning 2 kuni, ya'ni o'sha oyning 5 kuni
2019 yıllık maliye yılında devlet müdafiyasiga huquq berish qonun loyihasining o'zgartirilgandan keyingi nusxasini e'lon qildi. Buning ichida Amerika Tayvan hamkorligini va harbiy ishlar harbiy ishlar aloqa munosabatlarini kuchaytirish to'g'risida moddalar. Biz bu moddalar jumladan Amerika armiyasining Tayvanning Hangguang harbiy manevriga qatnashishini qo'llash, Amerika dengiz armiyasining Tinch okean hamkorligi, insonparvarlik borchini ado qilguvchi doktorxona hisoblangan harbiy parxodning Tayvanga berib, Tayvan xalqiga jiddiy yordam berish hamkorligini kengaytirish taraflarini o'z ichiga oladi. Bu qatim imzolangan 2019 yili davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasida Kengash palatasining harbiy ishlar komiteti 2ga qarshi 25 ovoz bilan 2019 yillik davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini ma'qullab, bu qonun loyihaga John McCain 2019 yillik davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi deb nom berdi. Komitetda 2 partiya a'zosi parlament a'zolari shu kuni o'xshashlab 300 parchadan ortiq o'zgartirish loyihasi o'tirib qo'ydi. Davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasining 1243 moddasida mundaq ko'rsatildi. 12 deganimiz 1243 moddasida mundaq ko'rsatildi. Kengash palatasining Tayvan to'g'risidagi fikrida mundaq hisoblandi. Tayvan munosabatlari qonuni hamda 6 turli kafolatnoma Amerika Tayvan munosabatining nuqta asosi. Amerika Tayvan bilan mudofaa hamkorligini kuchaytirib, Tayvanning mudofaa kuchini oshirishni qo'llash. Tayvanning qo'g'dinish xarakterli harbiy qurol-yarog'ga ega bo'lishini kuch chiqarib qo'llash, bo'libmi mos kelmagan dengiz ostida urush qilish iqtidorini o'stirish. Mos kelmagan dengiz ostiga Xitoyning kuchiga mos kelmagan dengiz ostida urush qilish iqtidorini, Tayvanning iqtidorini o'stirish. Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berishning mumkinligini yaxshilash. Tayvanning harbiy qurol-yarog' setib berish talablariga vaqtida javob qaytarish. Qonun loyihaning modellarida mundaq ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Tayvanning bexatarligi bo'yicha aloqada bo'lishni kuchaytirish kerak. Jumladan birinchi, Amerika armiyasi Tayvanda o'tkazilgan harbiy manevrlarga qatnashishi lozim. Diqqat vatandoshlar, birinchi qonun loyihasida Amerika armiyasi Tayvanda o'tkazilgan harbiy manevrlarga qatnashishi lozim. Ikkinchi, Amerikada o'tkazilgan harbiy manevrga